Oxirigacha ko'ringlar. Uyda o'tirasiz, kelinsiz, ishlashga iloji sharoitingiz yo'q yoki yosh bolalaringiz bor. Aynan sizlarga savob bo'lsin deb men sizlarga yordam qilmoqchiman. Hech qanaqa menga bundan naf yo'q. Просто tak men sizlarga o'rgatmoqchiman. Men u darajada muhtoj bo'lmaganim uchun, zarur bo'lmagani uchun o'z biznesimni teppa-tekinga sizlarga o'rgatmoqchiman. Men bu narsani xuddi shunaqa dekret paytimda boshlaganman. Zerikib o'tirganda faqat bola, uy, ish bo'lib qolmasin, ozgina o'zimni rivojlantiraydi. Bu narsani boshlaganman va qilganman. Bu narsa menga o'zimga ishonch berdi. To'g'rimi, moddiy taraflama bu narsaga muhtoj emasdim, lekin o'zingizni pulingiz bo'lsa, ayol kishini bar o'ziga bo'lgan ishonchi bo'ladi. Ozgina yig'ib qo'yasiz. Har qanaqa vaziyatda farzandlaringizga yoki yaqinlaringizga sovg'a ola olasiz. Bu narsani men sizga teppa-tekinga o'rgataman. Ayollar uchun ham bu foydali yoki rostdan ham moddiy taraflama pul kerak bo'lgan ayollar uchun ham yordam beraman. Lekin puli bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib, просто tak bekorchilikdan yozmanglar. Bilmayman, o'xshamayapti-yu, nega bo'lmaydi? Erim yo'q dedi, qaynagachim yo'q dedi. U narsa shunaqa deydigan bahonachi qizlar bor, kelinlar bor. O'xshamaydi unaqalarda. Chunki ularda shunaqa narsa talant yo'q. Talanti bor, o'ziga ishongan, harakat qilish yaxshi ko'rgan, bitta joyda qotib qolmaydigan qizlar bo'lsa, shunaqa do'stlarga bu videoni yuborib qo'yinglar va mana shu videoim tagida men xohlayman deb yozinglar va direktimdan yozinglar. Men har bittalarga imkon boricha javob yozishga va yordam berishga harakat